Men ham seni yaxshi ko'raman. Nimaga hadeb bu bolang kasal bo'laveradi? Birinchidan bu sizni bolangiz. Keyin farzandimiz. Men sababli emas. Sizning qilib yurgan ishlaringizni kasr urdi unga. Yo'q, nima gunoh ishlar qilib yurgan ekanman? Gapir. Ko'cha qizlarga ilakishib, hamma aybni menga yuklayapsizmi endi? Hey, og'zingga qarab gapir. Guli ko'cha qizi emas. U yaxshi qiz. Yaxshi. Unda o'sha Gulini olib kelib yashang. Men ketaman. Agar ketsang xor bo'lasan. Tushundingmi? Nima qilishingni bilmasdan o'zing ko'cha qizi bo'lib xor bo'lasan. Meni aytganim bo'ladi. Sizni emas, Allohning aytgani bo'ladi. Meni aytganim bo'ladi. Goh mahzun, goh gulgun hamdamiz. Omonat jondamiz, tandamiz. Hammamiz ul zotga bandamiz. Allohning aytgani bo'ladi. Kimlarga baxt omad kuladi, kimlardir hazondek so'nadi. Bu dunyo shundayin odamlar, Allohning aytgani bo'ladi. Dunyoda kim miskin, kim tozi, kim taqdir hukmidan norozi. Har yerda bor toshu tarozi, Allohning aytgani bo'ladi. O'tkinchi hislarga berilma, nohaqlik yo'liga burilma. Og'zingni to'ldirib kerilma, Allohning aytgani bo'ladi. Og'zingni to'ldirib kerilma, Allohning aytgani bo'ladi. Kor bo'lmas hamma vaqt tillozar, birovga qazima chog'u jar. Xudoning xohishi muqarrar, Allohning aytgani bo'ladi. Ezgulik bo'ladi ijobat, sababsiz chaqmaydi hasharat. O'zingcha qilmagin bashorat, Allohning aytgani bo'ladi. Ko'zimiz ochiq goh ko'rmaymiz, goh ko'ngil aytganin qilmaymiz. Ertaga ne bo'lar bilmaymiz, Allohning aytgani bo'ladi. Ertaga ne bo'lar bilmaymiz, Allohning aytgani bo'ladi. Ochiq ko'z ila dunyoga, shakkoklik qilmagin Xudoga. Qo'llaring och hardam duoga, Allohning aytgani bo'ladi. Qo'llaring och hardam duoga, Allohning aytgani bo'ladi. Qo'llaring och hardam duoga, Allohning aytgani bo'ladi. Qizim? Voy dadajon.
Men sizni juda ham sog'indim, dada. Shu paytgacha qayerda edingiz, dada? Nimaga ko'rgani kelmay qo'ydingiz, dada? Aziza, bu seni dadang emas. Oddiy qorovul. Ish so'rab kelibdilar. Qizim adashmayapti. Bular rostdan ham qizimni dadasi. Yaxshi keldingizmi, dadasi? Ha. Rahmat. Allohning aytgani bo'lar ekan.